Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Xudo xolisa bugun yana sizlar bilan birgalikda birinchi videoning ikkinchi qismini sizlar bilan birgalikda olamiz. Ikkinchi qismi albatta o'sha World Cup Heroes degan boyagi kelgan agentlarni ochib birgalikda Ronaldo, Messi, De Bruyne, Rodriguez, Navas, Perisic, Guardiola va Walkerlarni birgalikda sizlar bilan tushiramiz. Men o'tgan safargi videoga mana shu futbolchilarning hammasini birgalikda olgan edik. Endi nechta 7 ta futbolchini qutladim va 2 ta futbolchi bu tarafda bor. Bizda 60 ming olmosimiz va 2,5 million tangamiz bor. Plus 55 ta agent o'g'lar. Videoni ko'rishdan oldin albatta kanalga obuna bo'lib, profildagi kirib videolarni ko'rsalaring. Bundan qiziqarli videolar albatta topishlaring mumkin. Xo'p, biz birinchi 5 ta ochamiz, 5 ta agent ochamiz. 5 ta futbolchini birinchi sotib olish kerak, sotib yuborish kerak. Tak, nechta bo'ldi hozir? 4 tami, 5-chi, shunaqa bo'ldi. 5 ta. Tak. Birinchi agentimiz 11% ekan. Qani ochamiz. Bu akkauntga hali agent ochilmagan va birinchi argentinalik kim bo'lishi mumkin? Paulo Dybala. Niko Fabikan. Yaxshi. Bizda ikkinchi agent 13%lik Slovakiyalik Sevilyalar bu kerak emas. Xo'p, yana bitta agent ochamiz. Qani? Uchinchi agentimizda Braziliya. Xo'sh, 5%, 10,5% imkoniyatimiz bor va 5-chi imkoniyatimiz va Angliya. Tak, yana sotamiz yerlar. Chini 2 ta. Bu uchinchisi. 4-tinchisi. Yaxshi. Yana 5 ta ochamiz. Qani bu safar balki 15 taga bormay tushar, xudo xolasa. Shvetsiyalik Granit Xhaka. 11% imkoniyatimiz bor. He's a real talent. Kvaratskhelia joins the team. Fans are delighted. Jules Koundé has arrived. O'shda davom etamiz. Bu 6-chi urinish. 6-chi emas? 8-chi urinish. 7-chi raqamda Bukayo Saka. Yana o'shda davom etamiz. Oxirgisi mana shu. Birinchi imkoniyatda bor. This team have got their man. Can he help them to success? Yana 5 ta o'yinchini sotishga majburmiz. Tak, yaxshi. Bu safar endi yana 5 ta ochsak aniq tushadi. 100% bo'lib Vinicius Junior. The special new player has been added to the team. Omadsiz. The club have bought this impressive signing to take them to the next level. 4%. What a magnificent signing. The fans can't believe it. Bu 100%lik mana qani? Kim? Birinchi martada Lionel Messi bizga tushmoqda. Ajoyib. O'zlarini eshitamiz. It's unbelievable. They've bought Messi. Yaxshi mana Lionel Messi.
Tak, biz bitta taktika ochib olishimiz kerak. Mana shuni ochaylik. Messini qo'yishimiz kerak. Da, mana Messi birinchi marta bizga. Xo'p, yana davom etamiz. 1% bizda imkoniyatimiz bor. Amerika. Here's Christian Pulisic. Kelib birdaniga hammasini sotib yuboraylik. Keraksiz o'yinchilarni 15 ta qilib olaylik. Carvajal ketadi. Ruben Dias. Keraklarni sotaylik mayli. Necha foiz bo'ldi bizga? 9.2%. Befoyda menimcha foizni ko'tarish. Garantiya bemalol tushirib olsak bo'laveradi biz. The club and Bale, Nicolo Barella. The special new player has been added to the team. 9.5% bizda. Fransiyalik. This big spending team have acquired a new superstar. Biz obunachilarimizga tekin sezim pas sarkasini davom etamiz. Here's the big unveiling. They bought Milton Mins. The negotiations are over and Phil Foden has signed. And here it's Bradley Barcola. Bilasizlar. The Turkiyalik fans cheer. They've signed Çalhanoğlu. Yana nechta ochsak bizga berar ekan? 7 ta legend. Garantim faqat olyapmiz-da, qandaydir omadlarimiz kelib. This impressive signing to take them Bizda to the next qiynaver level. ekanda bu valani. Olmoslari ko'p ekan, tushirmaymiz bunday deb. 10%lik. Qani bitta ochaylik qani? He needs no introduction. It's Cole Palmer. Tak, nima qilsak ekan? Messini tushirib oldi, garantiya tushirdim. Xo'p. Va mana ajoyib Walker. Bu garantisiz tushirish bo'ldi. Ajoyib. 2018-Walker bo'lsa kerak bu. Tezligi 94 ajoyib. This is a moment to be savoured. 2018. They bought this incredible player. Ajoyib. Xo'p, davom etamiz. Argentinalik Julian Alvarez. Julian Alvarez. Endi futbolchilarni sotish vaqti kelibdi. Qanday qilib topshiring bo'larkan? Xo'p, yaxshi endi. Tak, biz 14 ta legendarniy agent ochsak, yana bizga garantiyadan kimdir chiqishi mumkin. Ya, ajoyib Ronaldo bo'ldi. This is a moment to be savoured. They bought this incredible Mana bo'lar ekan-ku player. Cristiano Ronaldo tushmoqda bizga. Juda ham ajoyib.
Yaxshi. Kyle Walker o'z joyiga keladi. Vafshi gap yo'q mana. Malades. Ronaldo hamda Messi, Kyle Walker ajoyib. Yaxshi. Hozircha normallik. Xo'p, yana biz 15 ta legendarniy agent olsak bizga garantiya beradi. Tak, bosamiz. Agentlarda o'zidan 3 ta yana futbolchilarni olsak, menimcha juda yaxshi bo'ladi. Hozir yana 3 tani oldik. Где-то 60 taga biz 55 taga 6 ta olgan bo'lamiz. Где-то bitta 10 ta agent bitta to'g'ri beradi. Kim bunisi? Ya, ajoyib. Ivan Perisic. Mana bo'lar ekanki omadli. Bizning omadli kunlarimizdan bor bo'lar ekan. Bizning tarafda quyosh chiqmoqda ekan. Ana shunday gaplardan bo'lmoqda va bizga Ivan Perisic 2018da bu ham menimcha boyagi Luka Modric oltin to'p sohibi bo'lgan. Menimcha adashmasam, shundaymi? Da o'sha yili Xorvatiya yarim finalga chiqqan edi menimcha. Normal o'ynagan misol uchun o'sha Luka Modric, Ivan Perisic, Mario Mandzukichlar bor edi adashmasam. Va ajoyib akkaunt qarang, juda ham go'zal. Akkaunt bizga 5% qarang. 5-3% tushib ketdi. Mayli. Tak, Ivan Perisic, Cristiano Ronaldo hamda Lionel Messi. Ajoyib. Akkaunti $180 desam, odamlar kulib va xohlab. Bunaqa $180 ham juda arzon. Lekin men misol uchun shuni $180 berganman. Normal. Tak, Vitinha kelmoqda bizga. Urugvaylik yana bitta o'yinchimiz. Menimcha endi bu yoq garantdan ko'proq tushsa kerak, chunki foizlarimiz kam 5-6% ga onasini emsan. Mayli. Ochamiz endi harakat balkim tushib qolishi mumkin. 1% ga tushib qolishi mumkin. Antonio Rudiger. Bosamiz. Kim bu safar? Yana qorami yo'q. O'sha bunday chiqish animatsiyalari boshqacha bo'lgan qora o'yinchilarda. Xudo xolasa videoga albatta like bosish esdan chiqmasin. Keyingi videolarda sizlar bilan birgalikda nima qilamiz? Open case emas, kuchaytiramiz. Tavba qildim. Hozir open case qilamiz degan odam yo'qda, qarochi. Xudo xolasa keyingi videolarda sizlar bilan birgalikda Ronaldo, Messi, Perisic yana kimdirlarda futbol tashlaymiz xudo xolasa. Buning uchun bizning kanalga obuna bo'lib, albatta fikrlaringizni o'z kommentga yozib ketishlaring mumkin albatta jigarlarim. Shuncha o'yinchimiz bo'lsa ham bizga bir tillik foydasi yo'q menimcha. Mayli. Necha foiz? 5-1%. Hech qisi yo'q. Bosamiz. Bizga hozir baribir ham kerak ekan. Mana 3 ta misol uchun Joshua Gvardiol ham kerak, misol uchun himoyani ushlash uchun baribir chiroyli bo'lib turadi akkaunt chiroyligi uchun. De Bruyne, Rodriguez va Keylor Navaslar. Hatto 2 ta tushsin mana shu 14 ta agentdan onasini emsan. Rozi bo'lardim. Olsa ham bo'laveradi ekan. Xo'p. Ispaniya. What a signing. Alex Grimaldo. 4 ta legendarni olsak berar ekan. Tak, biz hozir 2 ta olsak yana 2 ta qoladi ekan. 30 ta agent qoladimi? Olmoska ochishimiz kerak. The club have got their man. Here's Emiliano Martinez. Militao. O'ninchi agentimiz. Bu safar mana 100% qani kim? De Bruyne tushsin. Qani bismillah. Joshua Gvardiol ajoyib. Joshua Gvardiol shunday juda ham yaxshi. Himoyachiga qo'yamiz.
Xo'p, davom etamiz tog'alar. Bizda hozir 4% gina atiga va 3 ta Navas, Rodriguez, De Bruyne qolmoqda va bizga 8 ta agentimiz bor. Urugvaylik Valverde. 7-chi agentimizni ochamiz. And here it's Barkali. Bradley Barcola. What a Belgiyalik magnificent Trossard. signing. The fans 5-chi can't believe agentimizni it. ochamiz. It's mission accomplished. Griezmann. Antoine Griezmann has signed. Zubimendi 3-chi agentimiz. He's a rising star. Yamal. It's Lamine Yamal. Oxirgi agentlarni kim chiqargan? Va ajoyib bo'ldi, zo'r, malades. Keylor Navas. Oxirgi agentlarni Keylor Navas chiqmoqda, ajoyib. Juda ham omadli, 55 ta And here he agent. is. He truly is one of the greats. This oltita is a o'yinchini real tushirib statement oldik. signing. Yana ikkitasi qoldi, ikkitasini ham ochamiz. Ikkitasi. Hozir bizada 6 ta bor va agentlarimiz tugadi. Endi olmosdan ochishga harakat qilamiz. Biza olmosni tejab qolish uchun mana shu treyning bo'lini birinchi full qilib olamiz. Yaxshi. Va mana bizga 5%lik bu o'zi full qilingan, kuchaytirgichlariga bu bonus beriladi. Shunaqami? Ha, bo'ldi. Uzr, 30% bonus beradi. O'zi maksimalli shu ekan. Davay ochamiz. Imkoniyatlarimiz juda kam, 2%, 4% ekan. Club have brought this impressive signing to take them to the next level. Bittasi shu olsak ham bittasini garantini bemalol tushirib olsak bo'ladi. 5000 olmuş. What a player and what an occasion. Here is Ruben Dias. The club got their man, Joao Cancelo. 5 juda ham ajoyib. Marcos Thuram. He's arrived. Tijani Reinders. The fans welcome. How Kabasi. They've splashed out Erling and Haaland bought biza Erling yana Haaland. 7 ta legend ochsak garantim berar ekan. Garantsiz bitta bersa edi, Berni Pickford. It's Ibrahima Konate. Konate. Eze tushmoqchi va bizda yana 4 ta ochsak bitta garantim beradi. This ambitious team are showing off their new signing. Bitta Kevin De Bruyne. Bu garant emas, bu prosta anoda bu. O'zi bergan. Yaxshi, mana Kevin De Bruyne ham tushirib oldik va James Rodriguez qolmoqda bizga. Control 88, Kevin De Bruyne. And the club unveil Kevin De Bruyne. Bizga 1.4% juda ham past, mayli. This ambitious team are showing off their new signing. Turkmen olmosga tushirsak juda ham ajoyib bo'lar edi. Jan Sommer signs. It's a done deal. They bought Reece James. Here's the big unveiling. They bought Heung-min Son. Tak, zaxiradan ochimiz kerak o'yinchilarni.
Biz nechta ochsak, 10 ta agent ochsak berar ekan. Da 50 ming olmosimiz qolar ekan. It's mission accomplished. Antoine Griezmann has signed. The special new player has been added to the team. It's Granit Xhaka. Nechta agent ochsak berar ekan? 7 ta. Birinchisi bu. The secret's finally out. Tchouaméni. They signed Tchouaméni. Yaxshi, bu 3. Menimcha garantdan tushib qolsa kerak endi. The club have brought this impressive signing to take Yana them to 3 the ta next level. legendarniy agent ochishimiz kerak. Qani birinchisi? Yo'q, shoshmaydi. Shu yerda buni sotishimiz kerak. Yana 3 ta agentdan keyin At last, it can be revealed. Marcus Rashford signs. Bizga mana 100% bo'lmoqda. Ochamiz hamda James Rodriguez ajoyib. Full bo'ldi bizga. Menimcha O'zbekistonga hali bunaqasi yo'q. O'zbekistonda birinchi marta o'zim bitta videoda full hammasini olyapman. Pas 89 10 raqamda. Control 92. This is a moment to be savoured. They bought this incredible player. James Rodriguez va Kevin De Bruyne mana ajoyib tarkib bo'ldi. Menimcha yaxshi video bo'ldi deb o'ylayman. Albatta, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosish esdan chiqmasin. Keyingi videolarda Xudo xolasa sizlar bilan birgalikda mana shu hammasini full qilamiz, to'g'ri. Hozircha xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha